Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. O'zbekistondagi vatandoshlarim, millatdoshlarim. Men Usmonov Kozim Nosirovich illyustratsiya challenge'ini qabul qildim va davom etaman. Biz yangi jamoamiz. Bizning jamoatning nomi G'azab mushtidir. Bizning maqsadimiz O'zbekiston Respublikasida inqilob qilish, sharafsiz yuzsiz tog'ut Mirziyonovni va yon atrofidagi zolim amaldorlarni taxtdan olib tashlab, xalq sudiga topshirish. Bular noqonuniy ravishda bizning olmoslarimizni, tillalarimizni, gazlarimizni o'zlashtirib, o'z cho'nchagiga sotib yotib, o'z boyliklarini ko'paytirmoqda. Inshaalloh biz bu yo'lga Alloh nomi ila chiqdi va Allohning nomi ila boshladik. Albatta Alloh nomi ila boshlangan har bir ishga Alloh nusrat berguchidir. Inshaalloh kuning bitta tog'ut Mirziyonov, biz albatta inqilob qilib seni xalq sudiga topshiramiz. Xalqim, millatdoshlarim, opalarim, ukalarim, akalarim, iltimos, zarracha iymoninglar bo'lsa, shu videoni tarqalishida yordam beringlar. Bizni jamoatga qo'shilinglar, bizni efirlarga kiringlar. Biz qonuniy jamoatmiz. Bizning jamoat qonuniy, G'azab mushtidir. Iltimos, ko'proq repost qilinglar, tarqatinglar. Bu yo'ldan qaytish yo'q. Xalqimiz ozod bo'lishini xohlayman. Dinimiz emin erkin bo'lishini xohlayman. Iltimos, ko'proq tarqatinglar.